Assalomu alaykum, hurmatli Orifjanov kanalini kuzatuvchilari, akalar, ko'pdan beri video joylamayapmiz. Sababi ozgina ishimizda uzilish bo'lib qoldi. Xudo xolasa seximizni yangilab, yangi qoliplar bilan, yangi mishalka, hamma narsani yangi qilib, chiroyli qilib ish boshlash niyatida joy tayyorladik. Shuni sababli ko'pchilikni zakazlarini ololmadik, buyurtmalar qabul qila olmadik. Xudo xolasa bugun sana 9-may ekan. 9-may jumaga to'g'ri kelibdi bugungi kunimiz. Dushanbadan inshaalloh Xudo xolasa bu yerlarga ham qoliplarni o'rnatib, hamma joyga chiroyli qilib dushanbadan ish boshlaymiz. Xudo xolasa yangi qoliplar bo'ladi, hammasi chiroyli qilib chiqarib, hop, sizlarga ma'qul keladigan darajada yaxshi qilib chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa buyurtmalari dushanbadan qabul qilishni boshlaymiz. Shuning uchun akalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, endi bizda 2 xil variant bo'lyapti. G'isht quyishda odatda 100 kg sementli bo'lardi. Narxi 14,5 ming edi. 1-maydan bilgan bo'lsanglar, narxlar hamma narsa yo'l kira, qum bo'lismi, hamma narsa xullas kalom oshdi. Shuni hisobiga 100 kg sementli gazobloylarimiz 20-30-60 razmerdagisi donasiga joyida 15 ming so'mdan, yo'l kirasi joyiga qarab 1,5 ming so'm, 2 ming so'mgacha minadi vodiy bo'ylab. Xo'p, yana bitta aytmoqchi bo'lganim, 125 kg sement, ya'ni 25 kg odatdagidan ko'ra ko'proq qo'shiladi. Shuni hisobiga shu sement pulini qo'shib qo'ymoqchimiz. Kimgadir imkoniyati bo'lsa, kimdir menga qattiqroq, mustahkamroq, yana ham moshinroq kerak bo'ladi desa, 25 kg sement pulini qo'shib qo'yiladi. O'sha 15 minglik emas, 16 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Farqi bo'ladi nisbatan, baribir ancha farqi bo'ladi 100 kg sementli bilan 125 kg o'rtasida. Shuning uchun o'ylab bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa dushanba kuni ish boshlaganimizda chiqqan g'ishtlar ham 125 kglikda quyamiz. Chunki zakaz bor 125 kglikka. Bir qo'l sizlarga ko'rsatib, tushuntirishlari olib borib, imkoniyat darajasida ko'rsatishga harakat qilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar bizni. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.